Shu yig'inini oxir raqamini toping. Endi bizga faktorial berilyapti, ya'ni 1 faktorial qo'shilgan 2 faktorial qo'shilgan 3 faktorial va hokazo 100 faktorial. Shu yig'inining sonini oxir raqamini toping deyapti. Demak, faktorial nima degani? 1 faktorial bu 1 ga teng, 2 faktorial bu 1 ko'paytirilgan 2, ya'ni 2 ga teng, 3 faktorial 1, 2, 3 sonlar ko'paytmasi, ya'ni 6 ga teng, 4 faktorial 1, 2, 3, 4 sonlar ko'paytmasi 24 ga teng. 5 faktorialgacha olamiz. 5 faktorial 1, 2, 3, 4, 5 faktorial bo'ladigan bo'lsa 120 ga teng. 6 faktorialimiz 1, 2, 3, 4, 5 6 gacha olsak ham bo'ladi. Demak, bu 720 ga teng. Qaray turgan bo'lsak, 1, 2, 6, 4 oxirgisi 0, 0, undan keyin ham va hokazo 100 faktorialimiz ham 1, 2, 3 va hokazo oxiri 100 bilan tugaydigan bo'lsa, ko'paytmasi har doim 0 bilan ketadi. 5 dan bu yog'i hammasi 0 bilan ketadi. Demak, oxir raqami bu tomonniki 0, birinchisiniki qo'shadigan bo'lsak, ya'ni qo'shilgan bo'lgani uchun qo'shyapmiz. Demak, 1, 2, 6, 4 qo'shadigan bo'lsak, 24 ni 4 bilan qo'shadigan bo'lsak, 13 hosil bo'lyapti, ya'ni 3 hosil bo'lyapti. Shu yig'inini oxir raqamini so'ragan. Demak, birinchi 1 dan 4 gachaniki 3 bilan tugayapti. 5 dan 100 gacha oxir raqamlari 0 bilan tugayapti. Ko'paytma, ya'ni 0 bilan tugayapti. Demak, o'sha yig'ininiga 3 ga 0 ni qo'shadigan bo'lsak 3 bilan tugaydi ekan demak, oxir raqam.